Voy. Kelishyapti. Qo'ying, sezdirib qo'ymang. Xush kelibsiz. O'zim o'rgilay kelin Kelinglar, poshamdan. xush Xush ko'rdik. Xushvaqt bo'ling. Xo'p, yashang. Baxtli bo'ling. Salom qiling. Ko'p yashang. Ko'p yashang. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Ilohim, kelinimizni qadami qutlug' kelib, Qani shu ilohim, xonadonlarda to'ylar ilohim. bo'lsin. Sizga egizak farzandlarni qo'sha qilib tug'ib bersinlar. Ilohim. Aytganingizga Allohu akbar. akbar. Endi kelinimizni bizga bersanglar. Kuyovni oldiga olib kirsak. Keling jonim. Keling. Kira qol. Qani, kira qoling. Kiring. Kira qoling. Keling. Xo'p, mayli. Xo'p, mayli. Yuringlar. Xo'p. Mana, jiyan. Kelinimizni qabul qilib ol. Tushunmadim. Bular kim? Nodiraxon, men chiqib turay. O'zingiz tushuntiring. To'xtang. Hech qayoqqa ketmaysiz. Ota-onasini rozi qilib, kelin qilib olib keldingiz shu uyga. Endi nima bo'lsa ham oxirgacha yonimda turing. Men hech narsani tushunmadim. Nima gap o'zi? Nimalar bo'lyapti bu yerda? Endi meni diqqat bilan eshiting. Otangizdan oq fotiha olib, qarindosh urug', qo'ni-qo'shnilarning oldida sizga to'y qilib, shu uyga kelin qilib olib keldik. Qarindoshlaringiz, uzoq yaqinlaringiz hammasi buni bilishdi. Xo'p, shunaqa. Shu jiyanimni ko'ngli sizga tushib qopti. Shuning uchun sizni biroz aldashimizga to'g'ri keldi. Bo'lishi mumkin emas nimalar deyapsizlar? Hech narsaga tushunmayapman. Iltimos, xonadan chiqib turinglar. Amma, oyi. Men Zarina bilan yolg'iz gaplashib, o'zim hammasini tushuntiraman. Nimani gaplashaman? Siz kimsiz o'zi? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Tushuntirib beringlar. Iltimos, menga 15 daqiqa vaqt bering. Sizga hammasini tushuntirib beraman. Mayli, yuring keling, biz tashqariga chiqib turamiz. Agar biror nima kerak bo'lsa, Yo'q, to'xting. Qayerga ketyapsiz? eshikni orqasida bo'lamiz. Iltimos. Kun bo'yi to'y bilan bo'lib, ancha toliqqansiz. Agar xohlasangiz, o'tirib olishingiz mumkin. Yo'q, o'tirmayman. Bilaman, meni qilgan ishimni hech qanaqangi qonunlar bilan oqlab bo'lmaydi. Lekin sizga bo'lgan sevgim ko'zlarimni chirt yumib, meni maqsadim yo'lida xudbinlik qilishga majbur qildi. Mening bo'lar bo'lmas gaplaringiz bilan dilimni xira qilmang. Menga Ali akani chaqiringlar. Ular bilan gaplashib borishim kerak. O'sha Ali menman. Bo'lishi mumkin emas. Nimaga meni aldadinglar? Qanday haddinglar sig'di bunga?
Meni eshitishga ozgina sabringiz yetadimi? Tun uzoq. Keyin nima qilishingiz, qanaqa qarorga kelishingiz o'ylab olishingiz uchun hali vaqt ko'p. Men yolg'on bilan boshlangan turmushni tan olmayman. Nima demoqchi bo'lsangiz ham tezroq ayting, bo'ling. Keyin men ketaman bu yerda. Insonning hayoti butunlay izdan chiqib, o'zgarib ketishiga bir necha soniya kifoya qilar ekan. Ba'zan o'sha soniyalarni yashamaguningcha hech narsaning qadriga yetmas ekansan. Qadriga yetganingda esa boringni berib ham ortga qaytishning imkoni yo'q bo'lar ekan. Ali aka, nega birdan o'zgarib qoldingiz? Mendan uzoq qochyapsiz. Telefonlarimga ham javob bermayapsiz. Ishlarim ko'p go'sa. Keyin gaplashamiz, bo'ptimi? Shoshmang. Yana nima deysan? Agar rostdan ham mendan zerikan bo'lsangiz, ochiqchasiga ayting. Sizdan umid qilib yurmang. Buni o'zing sezganingdan juda ham xursandman. Axir nimalar deyapsiz? Bizdan sevishgan juftlik emas, yaxshi do'st chiqadi. Men shuni tushunib qoldim. Men sizga o'yinchoqman. Xohlagan paytingiz ko'rishib, xohlagan paytingiz kechadigan. O'zim voz ketsam ham hech kim mendan osonlikcha voz kecha olmaydi. Shuni bilib qo'ying. Shunaqa mijg'ov ezma qiz bo'ladimi? Tentak. Uzr. Menda o'tdi. Sizga hech narsa qilmadimi? Hech qisi yo'q. Oh, yuragim. Negadir bu qizni ko'rib boshqacha bo'lib ketdi. Bu nima o'zi? Bir ko'rishdagi muhabbatmi? Yoki hozir, yoki hech qachon. Yaxshi qiz. Pulingiz tushib qoldi. Ha? Nimaga kulyapsiz? Yolg'oningiz o'xshamadi. Chunki yonimda naqd pulim yo'q edi. To'xtang, shoshmang. Kechirasiz, meni ismingiz nima edi? Ali aka, ko'rasiz, hozir to'rtalasini ham mo'ljalga tekizaman. Qani, bir ko'raylikchi. Hozir. Bu qizni bir lahza ko'rmasam, u haqda o'ylamasam, o'zimni yomon his qilaman. Muhabbat deganlari shumikin? U ham meni sevarmikan? Tuyg'ularimni yashirishga ortiq sabrim yetmaydi. Unga hammasini aytishim kerak. Men sizga aytdim-ku, hammasi tegadi deb. Nimalarni xayol suryapsiz? Sizni? Juda ham hazilkashsiz-da. Endi sizning navbatingiz. Agar kim yutqizsa, o'sha muzqaymoqqa eriydi. Bo'ldi. Qani? Boshlang. Mayli, yana ishda bor. Yomon emas. O'xshamadi. Xo'p, bunisi tegadi lekin. Qani ko'ramiz. Bunisi aniq tegadi. Mana, shoshmay turing. Qarang. Ana. Bugun hammasini aytaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. O'zingizchi? Yaxshi. Haligi biror joyga borib ovqatlanamizmi? Yo'q, o'qishda dugonalarim bilan ovqatlangandim. Qornim to'q. Yaxshi. Haligi Menda biron gapingiz bormi? to'g'risi, gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman. Xullas, mana tanishganimizga 2 oydan ham oshib qoldi. Mana shu vaqt ichida ancha bir-birimizni bilib oldik. To'g'ri. Men to'g'risi sen bilan shunchaki gaplashib yurmoqchi emasman. Niyatim jiddiy. Senga nisbatan tuyg'ularim o'tkinchi emasligini bilib qoldim. Shoshmang. Qanaqa tuyg'u? Qanaqa niyat?
Siz bilan shunchaki do'st sifatida gaplashganman. Nima? Meni yigitim bor. Yaqinda chet eldan kelsa, to'y boshlaymiz. Siz bilan esa hech qanaqa boshqa munosabat yo'q. Esing joyidami seni? Yigiting bo'lsa, nimaga seni sevib qolishimga imkon berding? Bunga yo'l qo'ymasliging kerak edi. Men bilan aloqa o'rnatmasliging kerak edi. Menga bunaqa muomala qilmang. Menda sizga nisbatan hech qanaqa his-tuyg'u yo'q. Jin ursin seni. Qanaqa o'yin bo'ldi bu? Nima haqqing bor meni tuyg'ularimni o'yin qilishga? Men sizga biron bir va'da berdimmi? Meni sevib qoling deb aytdimmi? O'rtamizda faqat do'stlik edi. Bugundan boshlab o'sha do'stligimiz ham yo'q. Yo'q-e? Shunaqa men. Jin ursin. Safiyaning rad javobi menga juda ham ta'sir qildi. O'zimni kamsitilgandek his qilardim. Avval yura olgan ekansiz. Bu aravachaga mixlanib qolishingizga nima sabab bo'ldi? Bema'ni g'azabim ko'zimni ko'r qilib qo'ygandi. Safiyani uchratgunimcha o'zim ham bir necha qiz bilan gaplashganman. Ko'nglimga yoqmagach, ular bilan aloqani uzganman. O'zingizga ham shunaqa javob kelishini kutmagansiz-da. Xuddi shunaqa. Xuddi shu holat meni quyushqondan chiqarib yubordi. Hech narsa bo'lmaganday bemalol yurishini qarab ularni. Meniki bo'lmadingmi? Boshqaniki ham bo'lmaysan. Senlarga ko'rsatib qo'yaman. Endi mendan ko'rasan. Yetib kelgan joyim mana shu yer bo'ldi. Mayli joningiz omon qopti-ku, shuni o'ziga bitta gap. Tuzalishni endi boshlagan vaqtimda harakatsiz, tirik murda bo'lishni qabul qila olmadim. Imijimida o'ldirib yuborishlari uchun shifokorlarga hatto pul ham taklif qilib ko'rdim. Lekin Ko'rinib turibdi. Demak, shifokorlar sizni pullaringizni olishmagan. baxtga qarshi shunaqa. Keyin Safiyani bu voqeaga munosabati qanaqa bo'ldi? Hech qanaqa. Uni hayotiga qanchalar tez kirib kelgan bo'lsam, shunchalar tez chiqib ketdim. Ikkalanglarda ham ayb ko'rmayapman. Menimcha bu shunchaki qanaqadir tushunilmagan tuyg'ular. Balki shunaqa. Kasalxonadan tuzalib uyga qaytganimda juda ham qattiq tushkunlikka tushib qolgandim. Menday hayotni sevadigan inson tashqi hayotdan uzilib, kimnidir yordamga muhtoj bo'lib qolishi haqiqiy fojia. Mahallamizga ko'chib kelishligi ham shu sabab bo'ldimi? Ha, shovqinli shahardan charchagandim. Menga tinchlik kerak edi. Shuning uchun qishloqqa ota uyimizga qaytib keldik. Oilangiz sizni juda ham qadrlar ekan. Meni esa Nima? o'zimga bog'liq bo'lmagan arzimas xatoyim sabab tanimagan, bilmagan odamimga uzatib yuborishdi. Aslida qanaqa bilmadim-u, lekin ota-onang berahm insonlarga o'xshamaydi. Yo'q. Uydagilarimdan norozi emasman. Ayb o'zimda, bilib bilmay dadamning jahllarini chiqardim.
Keyin bo'lsa aybsizligimni isbotlay olmadim. O'zi dadam tabiatan juda ham jiddiy, qattiqqo'l insonlar. Shu sabab doim ulardan hayiqib, gapim bo'lsa ham o'zlariga aytishga qo'rqardim. Oyim orqali yetkazardim. Bo'p qoldingmi? Oyijon, boyagi iltimosim nima bo'ldi? Ruxsat bering, oyijon, borib keling bir marta. Yo'q. Dadang ruxsat berganlari yo'q. Oyijon, siz dadamga aytmasangiz, sinfdoshlarim bilan ko'rishganimni bilmaydilar. Sen qiz meni gapga qoldirib o'ldirmoqchimisan? Maktabni bitirganiga necha yil bo'ldi? Sinfdosh qoptimi? Boshimni og'ritmagin, borishingni qila qol. Oyijon, boring, iltimos. Yo'q dedim senga. Balki xo'p derlar. Yo'q. Bitta so'rab ko'ring. Yo'q dedim-ku qizim. Nima gap? Oy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Xo'sh. Kim qayerga bo'ldi? Ola qol. Dadajon, sinfdoshlarim yig'ilib o'tirish qilayotgan ekan. Shunga borib kelsam maylimi? Hech qanaqa sinfdoshim, o'tirisham yo'q qizim. Uyda oyingga yordam berib o'qishingni o'qi. Xayolingni ortiqcha narsalar bilan chalg'itma. Xo'p bo'ladi. Men senga nima degandim? Qizim, Zarina. Qizim? Hali ham qovog'ingni uyib o'tiribsanmi? Oyi, nima dadam menga shunchalik ishonmaydilarmi? Bolam, hozir dadang shunaqa o'tirganini ko'rsalar, jahllari chiqadi. Senga ishonadilar. Lekin u o'tirishingda o'g'il bolalar ham bo'ladi. Ertaga gap so'z bo'lib ketmasin deydilar-da. Oyi, hech nima bo'lmaydi. Sinfdoshlarim-ku. Darrov borib qaytaman. Hamma sinfdoshlarim borib, bitta men bormaymanmi? Bolam, ota rozi, xudo rozi degan gap bor. Bilasan-ku, dadang oilamizni yomon ko'zlardan, ortiqcha gap so'zlardan avaylaydilar. Bunaqa shumshayib o'tiravermagin. Yur, oshxonaga chiqib ovqat suzamiz. Yo'q, hech narsa yegim kelmayapti. Boshim og'riyapti. Qani tur o'rningdan. Bo'l. Menga bunaqa bahonalaring o'tmaydi. Tur dedim senga. Xo'p. Qani tush oldimga. Yaxshimisiz Zarina? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Shoxsda qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti. Yana urishib qoldinglarmi? Ha, mendan qattiq xafa bo'lgan. Shu yergacha keldim, u uyiga borishga yuragim dov bermayapti. Shu gul bilan ayiqchani unga men nomimdan berib qo'ya olasizmi? Mayli, berib qo'yaman. Rahmat sizga. Oling. Keyin iltimos, unga ayting, qo'ng'iroqlarimga javob bersin. Xo'p, aytaman. O'zi u araschi qiz. 2 kundan beri men bilan ham gaplashgani yo'q. Hozir o'zim borib urishib qo'yaman. Rahmat Zarina. Xo'p. Zarina. Mashinaga o'tir.
Assalomu alaykum dada. Mana shuni shundoq shoxistaga berib chiqay. Mashinaga o'tir dedim senga. Xo'p. Meni naslimda qoni buzuq bo'lmagan. Qizing bugundan boshlab ostona xatlab ko'chaga chiqsa, oyog'ini o'zim urib sindiraman. U sovg'alar qizingizga emas ekan, dugonasiga ekan dadasi. Kimga bo'lsa ham 7 yot begona bola bilan gaplashib turishini o'zi men uchun isnot. Tamom, o'qishni ham, ko'chaga chiqishni ham yig'ishtirsin. O'zimizga munosib joydan sovchi kelsa, uzatib yuboraman. Mayli. Siz nima desangiz shu. Faqat iltimos, ko'p asabiylashmang. Qon bosimingiz oshib ketmasin. Gaplarimni ikkalang ham qulog'ingga quyib ol. Nomus oriyat turgan joyda meni ko'zimga hech narsa ko'rinmaydi. To'yga tayyorgarligingni ko'raver. Sovchi kutasan endi. Xo'p, siz nima desangiz shu. Bo'pti. Qon bosimingiz ko'tarilibdi, marhaboxon. Tinchlikmi o'zi yo biror narsadan asabiylashdingizmi? Nimasini aytasiz? Qiz bolaning savdosi juda ham og'ir bo'lar ekan. Tunu kuni bir yigit Zarinaga sovg'a gullar berib, dugonangizga berib qo'yasiz deb tayinlagan ekan. Bu qizi tushmagur, xo'p deb o'sha yigitdan sovg'alarni olibdi. Keyinchi? Keyin nima bo'pti? Haligi sovg'a qizingizni o'ziga ekanmi? Qayoqda deysiz? Dadasi o'sha yigitdan sovg'a olganini ko'rib, juda ham qattiq asabiylashdilar. Endi o'zimizga mos joydan sovchi kelsa, albatta uzatib yuboraman deb o'tiribdilar. Bu yoqda Zarina ham yig'lagan. Nima qilishni bilmasdan boshim qotib qolgan. Zarina juda ham yaxshi qiz, chiroyli, odobli qiz. Endi xo'jayiningiz ham ortiqcha gap so'zlarsiz, qizimni uzatib olay, egasiga topshirib olay deyotgandirlarda. Balki. Nima qilishga ham ikkilanib, boshim qotib qoldi. Mana 2 kundan beri qon bosimim tushmayapti. Endi qizingizni bo'yi yetgan bo'lsa, turmushga uzatsa, uzatgudek qiz. Nimasini o'ylab siqilasiz? Akrom, bor bolam. Onangga achchiqqina qilib limon choy damlab kelgin. Xo'p. Bor. Siz limon choyni iching. Agar qon bosimingiz tushmasa, dori beraman. Rahmat Nodir opa, boringizga shukr. Mayli, hammasi yaxshi bo'ladi. Ali yaxshimi Kenoyi? Negadir menga uni kayfiyati yo'qdek tuyuldi. Ha. Shahardan uzoqroqda, shu toza havoda yashasak, ancha-muncha ko'ngli ko'tariladimi deb o'ylagandim. Lekin battar bo'lyapti.
Akobir ishdan qaytgandan so'ng har kuni akasini ko'chada aylantirib keladi. Shu aylanib yurishganda bir kuni anu Shavkat muallimni qizini ko'rib qopti. Yoqtirib qopti-da. Anovi Zarinami? Ha, ismi Zarinami? Ha. Ha, o'sha. Voy. Qizni ko'rsangiz, biram suluv, biram xushmuomala, kelin qilsang qilgudek-da. Lekin, Nima lekin? kim ham nogiron yigitga turmushga chiqardi? Voy. Kim aytdi Aliyin nogiron deb? U hozir davolanyapti. Muolajalarini davom ettirsa, yana oyoqqa turib ketadi. Bolamni ko'rib juda yuragim kuyyapti-da. U yoqda esa qizni bo'yi yetib turibdi. Alini tuzalishini kutib o'tirarmidi ota-onasi? Ali bilan o'zim gaplashaman. Agar o'sha qizni chindan ham sevsa, uni mana shu xonadoningizga kelin qilib olib keladi. Mana ko'rasiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qo'yib bering bu yog'ini. Sen u qizni rostdan ham yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'raman. Nima, tuyg'ularimni oshkor qila olmaymanmi? Men ahvolimda esa buni iloji ham yo'q. Sen bunaqa tushkunlikka berilishing yaxshi emas. Axir bir umr shu aravachada o'tirmaysan-ku. Muolajalaring hali asta-sekin ta'sir qilib tuzalib ketasan. Toki men tik oyoqda uni oldiga bora olmas ekanman. Bu gapimizga hech kim ishonmaydimi? Ishonmaydi deb o'tiraversang, qizdan quruq qolasan. Otasi uni erga berib yuboradi. Nimaga? Adashmasam o'qishi bor-ku. Unisini qo'y. Tunov kuni Zarinani oyisini qon bosimini o'lchashga chiqqan edim. Vaziyat jiddiyga o'xshadi. Agar hozir otni qamchilamasang, qizni qo'ldan chiqarasan. Nima qildingiz, amma? Ertagayoq oying bilan Zarinani uyiga suvchilikka boramiz. Kulguga qolishni istamayman. Bormaysiz, kerak emas. Tinchgina shaharga qaytaman. Zarinani unutishga harakat qilaman. O'zingni aldashga urinmagin, bolam. Sen uni qanchalik yaxshi ko'rishingni yuzing, ko'zing shundoq aytib turibdi. Agar Zarina hayotingga kirib kelsa, seni tuzalishingga yana ham ko'proq harakat qilamiz. Men tushunyapman buni. Lekin ayni vaqtda Zarinani uydagilar menga uzatishmaydi uni. Ukangga jon deb rozi bo'lishadi. Nima? Qanaqasiga? Seni o'rningga ukang kuyov rolini o'ynab beradi. Voy, Zarina aqlli qiz. Uyimizga olib kelsak, unga hammasini yotig'i bilan tushuntiramiz. yo'q. Men unga bunaqa aldov bilan uylana olmayman, amma. Ha, unda qizni boshqasiga uzatishadi. 2 baravar kuyib o'tirasan. Meni arosatda qoldiryapsiz, amma. Nima qilishni bilmayapman. Mayli. Bugun kechgacha o'ylab javobingni ayt. Rozi bo'lsang, oying bilan sovchilikka boramiz.
O'sha kuni amezlarni taklifiga rozilik bildirganingiz uchun shu yerda o'tiribmanmi? Ha. Men hayotimdagi eng katta xudbinlikka qo'l urib, seni shu yergacha olib keldim. Doim yonimda bo'lishing uchun butun oilam bilan seni aldadim. Ukangizlar ham salkam aktyor ekan. Birinchi marta uchrashuvga chiqqan kuyov rolini juda ham ishonarli o'ynadi. Bu yolg'onlar ichida yagona haqiqat sensan, Zarina. O'rni kelganda tan olaman. Sizni sovchilaringiz meni o'zim yoqtirmagan, yomon ko'rgan odamimga turmushga chiqishimdan asrab qoldi. Kim ekan u yoqtirmaganing? Sinfdoshim. Necha yildan beri ortimdan sevgi izhor qilib yuradi. To'g'risi uni manmanligi, otasini puliga ishonib yurishi menga yoqmasdi. Tushunmadim. Ismi nima? Qayerda yashaydi? Nimaga jahlingiz chiqyapti? Men sizni xotiningiz emasman. Bu menga bog'liq emas. Seni hammadan qizg'anaveraman. Balki men uyimga qaytib ketarman. Nima qilasiz o'zingizni qiynab? To'g'ri. Bunga haqqing bor. Seni majburlab olib qola olmayman. Nimaga kerak ekan shuncha yaltir-yultirlar? Xona juda ham chiroyli ta'mirlangan ekan. Lekin ko'chaga qaraydigan derazasi yo'q ekan. Nima hozir qochib ketmoqchimisan? Qochsam ham baribir tutolmaysiz-ku. Ustimdan kulma. O'sha sinfdoshingni sovchisini rad qildingmi? Dadang nima dedilar? O'sha vaqtda meni qarshimda ikkita tanlov bor edi. Oling. Rahmat. Qizingiz Odil do'stingizni o'g'lidan kelgan sovchilarga rozilik bermayapti. Nimaga rozi bo'lmaydi? Odilni ham, oilasini ham yaxshi bilaman. O'ziga to'q, fe'li keng odamlar. Qolaversa, o'g'lini ham qizing yaxshi taniydi, bir sinfda o'qishgan. Bilmadim. Shu yigitga turmushga chiqishga nimagadir ko'ngli bo'lmayapti. Qizingga million marta atrofingda begona yigitlar o'rlashmas deb tayinlaganman. Aytganimni qilmadimmi? Endi o'zidan ko'rsin. Boshqasiga uzatsangiz roziman, lekin sinfdoshimga turmushga chiqmayman deb oyoq tirab olgan. Nodir opa bordilar-ku, mahallamizdagi hamshira opa. O'sha ayol akasini o'g'liga so'rab kelgan ekan. Qaysi? Ana qishloqqa yaqinda ko'chib kelgan rahmatli Sobir akaning o'g'ligami? O'shalar. O'qigan, madaniyatli, o'ziga to'q, juda ham yaxshi insonlar. Bilaman. Ziyoli oilani farzandi. Sobir aka rahmatli tirikligida butun qishloq ko'chalarini asfalt qilib tekislab bergan. Yo'q. Lekin men oddiy davlat maktabida ishlaydigan odam bo'lsam, ular bilan teng kela olamizmi? Agar hozir siz aytmaganingizda men ularni sira ham boy xonadon egalari deb o'ylamasdim. Yigitni oyisi shunaqa hokisor, shunaqa yumshoq ayol ekan. Voy gaplashgan odam erib ketar ekan.
Shundoq bir qarashda ko'nglida kiri yo'q odamligi bilinib turibdi. Menga kelin emas, qiz kerak deb rosa gapirdilar. Unda qizing ham yigitni ko'rsin. Ma'qul bo'lsa, taqdiri qo'shilgan bo'lsa, nima ham qilardik? To'g'ri. Unda men Zarinaga tayinlab qo'yaman. Agar shu safar ham tixirlik qilsa, qizing bilan o'zim gaplashaman. Xo'p, siz nima desangiz shu. Oling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Uchrashuvga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Ha, endi bo'lajak turmush o'rtog'imning qanaqa insonligini bilishga haqqim bor deb o'yladim. Shuning uchun keldim bu yerga. Ha, albatta. Men-ku mayli, majburan bo'lsa ham uchrashuvga rozi bo'ldim. Lekin siz uchrashuvga kelgan yigitga sira ham o'xshamaysiz. Nimaga? Biron nimani xato qildimmi? Siz qo'lingizdagi guldastadan tanib olaman deb o'ylagandim. Taxminlarim ham doim to'g'ri chiqardi. Bu safar adashibman shekilli. Ming bor uzr endi. Ozgina shoshganim uchun esimdan chiqib qopti. Yuring, yo'lning narigi tomonda gul do'kon bor. Xohlagan guldastangizni olib beraman. Nimaga qizarib ketdingiz? Hazillashdim-ku. Ha, shunaqa deng-da. Lekin meni sizdan bitta guldasta qarzim bor. Ha, yo'q, kerak emas. Shunchaki kayfiyatingiz yo'qdek tuyulgani uchun hazillashdim. Hazilkashligingiz menga yoqdi. Rahmat. Ha, aytgancha ovqatlangani boramizmi? Yo'q. Men siz bilan to'ygacha boshqa uchrashmayman. To'ygacha? Demak, rozisiz, shunaqami? To'g'risini aytsam, rozi bo'lmasdan boshqa choram ham yo'q. Hozircha eng yaxshi nomzod siz bo'lib turibsiz. Bo'lmasa dadamlar og'aynilarni o'g'liga uzatib yuboradilar. Nima? Tushunmadim. Gapirsam gap ko'p. Eshitishga sabringiz yetmaydi baribir. Xullas unda to'yga rozisiz, shunaqami? Ha. Lekin boya aytganimdek siz bilan boshqa ko'rishmaymiz. Xo'p. Siz nima desangiz shu? O'zi Akobar uchrashuvdan hayrat bilan qaytuvdi. Nimaga? Shunaqa g'alati qizni qanday qilib sevib qoldingiz deb. Rostdan unga uylanasizmi deb gapiruvdi. Shunchaki ularning yonida siponi yoqib turishni xohlamadim. To'g'risini aytsam, ularga yoqmaslikka harakat qildim. Buni juda ham yaxshi uddalading. O'zimni uyimga ketgim kelyapti. Har kuni shu vaqtda o'zimni xonamda mazza qilib uxlardim. Kunlar har doim bir xil o'tavermaydi. O'zi aslida men hozir butun uyni boshimga ko'tarib janjal qilishim kerak. Militsiya chaqirishim kerak. Nimaga unday qilmading? Ortga qaytishga yuragim dov bermayapti. O'zi nimaga meni yoqtirib qolgansiz? Keyin qayerda ko'rdingiz? Seni birinchi marta ko'rganim hech ham ko'z oldimdan ketmaydi. Men esa sizni hech ham ko'rmaganman. O'sha kuni odatdagidek Akobir bilan mashinada sayr qilgani chiquvdik. Akrom, uyga kiroyim chaqiryaptilar. Opa, yana ozgina o'ynay. Shuncha o'ynading-ku. Yur, kir uyga. Keling, men bu yoqqa turing, sizga koptok tepaman. Bori, boshqa ishim yo'qmi qilishga? Bir marta o'ynaylik, opa. Kiramiz keyin uyga. Bo'pti, bir marta o'ynaymiz. Yes. Qani? Tepchi. Ojiring. Mana. Hop. Yes.
sen borma, o'zim olaman. Dudir. Mahalla bu, sansekiroq yurish kerak. O'zing Jim, chiqding-ku. jim. Yur uyga kiramiz. Xo'p. Ketdikmi? Asabim buzdi yo'q joyda. Bo'ldi, ketdik. Bu ko'chada haydamasang yaxshi bo'lardi. Yo'li juda ham yomon. Bir yil o'tganimda mashinani dabdala qilib Aka, hozir unaqa yo'lda qolmagan. Ta'mirtalab yo'llarni hammasi obod mahalla, obod qishloq dasturiga kiritilgan. Birma-bir hammasi tekislanib, asfalt qilinyapti. Ha. Anchadan beri ko'chaga chiqmaganim sezildi. Yangilik va o'zgarishlardan xabarsiz qolib ketyapman. Shunaqa. Siz menga o'zingiz bir og'iz ayting. Men har kuni olib chiqaman, aka. Kelishdik. Sal sekinlash, aka opar. Sekinroq. Ha, aka. Yurakdan urdimi deyman, ha? Har kunni ko'chaga olib chiqaman deganmiding? Mana sabab chiqishimizga. Gap yo'q, aka. Siz nima desangiz shu. Meni siz kuzatarmidingiz doim? Seni uzoqdan bo'lsa ham bir marta ko'rmasam, o'zimni yomon his qilardim. O'zi meni kuzatganimni qayerdan bilding? O'qishdan qaytishimda doim yo'l chetida qora mashina turardi. Hozir aytganlaringizni eshitib, o'sha mashina esimga tushdi. Juda ham aqllisan, ko'z tegmasin. Siz bo'lsa juda ham ayyor ekansiz. Yolg'on gapirib meni shu yergacha olib keldingiz. Zarina, menga ishonsang, yonimda tursang, men albatta oyoqqa turaman. Yolg'onimni yuvish uchun qo'limdan keladigan hamma narsani qilishga harakat qilaman. O'zi aslida menga mana bu aravachada o'tirganingiz emas, yolg'on gapirganingiz alam qilyapti. Shu ahvolda yoningga borsam, menga tegarmiding? Ko'nglimni zabt etolganingizda sizni yaxshi ko'rishim uchun hech nima to'sqinlik qila olmasdi. Bu gapni meni afsuslantirish uchun aytgan bo'lsang, uddalading. Men rostlanam ortga qaytgim, seni sevgingni qozongim kelyapti. Endi buni sira ham iloji yo'q. Nima ketasanmi? Qayoqqa ketaman? Qarang, tong otdi. Chiqib, hovli ko'chalarni supurib kelay. Bu bilan qolaman demoqchimisan? Ketmaysan hech qayoqqa. Endi xohlasam ham keta olmayman. Hamma uchun to'yi bo'lib, turmush qurgan qizman. Meni kechir, Zarina. Ovora bo'lmay sizni hali beri kechirmayman. Mana shu aravachadan turib olay. Kechirishing uchun nima qilish kerak bo'lsa, hammasini qilaman. Unda ko'ramiz. Voy, kenayi turing, uxlab qolibmiz. Voy, voy, kelin qani? Ketib qoldimi? Voy, xudoyim, endi nima qilamiz? Voy, boshlagan ishingiz qursin. Qo'ni qo'shni mahalla ko'y nima deydi endi, a?
kenayi gap bo'ldi. nimaga ketib qoladi, nimaga dovdiraysiz? Ana keliningiz sizga salom beryapti. Voy, ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Umringizdan baraka toping. Ko'p yashang. Jiyanim bilan baxtli bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'y charchoqlari degandek biroz ko'zimiz ilinib uxlab qopmiz. Haligi supurgi qayerda? Hovlilarni supurmoqchi edim. Voy, qanaqa supurgi? Qanaqa hovli? Yo'q. Men yangi kelinni ishlatadigan qaynona emasman. Qani, ichkariga kirib, bemalol damingizni olavering. Bu qaynana sizga lotereyadan yutuq chiqdi degan gap. Juda ham ajoyib, mehribonona. Hali o'shanda ketib qolmay to'g'ri qilgan ekanman deb rosa o'zingizdan minnatdor bo'lasiz. Zarina, Labbi, oyim uy ishlarini qilmagan, yordamchi olamiz dedilar-ku. ay yo'q. Yordamchiga muhtoj oq boylardan emasman. 3 ta kosa yuvib, yarim qozon ovqat qilsam kamayib qolmasam kerak. Yaxshi. Bir jihatdan shunday qilganing ham yaxshi. Ha, o'zi boylar xasis bo'ladi degani rost ekan-a? Yordamchiga qancha oylik ketishini darrov hisob kitob qilib ko'rdingizmi? Yo'q. Yordamchi olsak, semirib ketasanmi deb o'ylayapman. Voy. Har to'kisini biri aybi bor. Nima qildi do'mboqqina bo'lib yursam? Ha, keyin yoqmay qolamanmi? Nima? Yo'q, yoqasan. Mana shunaqa jilmayib tursang, seni hech ham yomon ko'rmayman. Bo'pti. Qoching. Oling mashinangizni menga xalaqit beryapti. Borib ishingizni qiling. Namuncha qo'polsan, Bemor erim ko'ngliga ozor yetkazib qo'yaman ham deb o'ylamaysan, ha? O'zichi mashinaqa ko'p asabimni buzurganingizdan-chi bemorligingiz ham esimdan chiqib qoladi. Bo'pti, mayli. Voy, Oyog'im. tinchlikmi? Nima bo'ldi? Oyog'im qayirib oldim. Chinni. Boring, asabimni buzmang. Boring. Lekin g'amxo'rliging juda ham yoqdi. Bo'pti, boring, xalaqit bermang menga. Hozir o'zim haydab yuboraman. Hop. Namuncha qo'rs bo'lmasang, bitta gapni ko'tarmaydi. Yaxshilab yuv idish tovoqni. O'zim bilaman. Bilmayapsan-da, shuncha aytayapman. Bilaman dedim-ku. Xohlasang o'rgataman. Bering. Qizing bilan qo'ng'iroqlashmadingmi? Ertalab gaplashgandim. Yaxshiman, uy ishlarini qilib yuribman deganda. Yaxshi. Uyga kelmasa ekanmi? Bilmadim. Bu haqda indamadi. Qo'ng'iroq qilaymi, kelsinmi? Yo'q. Indama. Endi ruxsat berishganda keladi. Shuda bo'lmaganda o'zing borib xabar olib kelasan. Xo'p bo'ladi. Ro'zg'orga nima kerak bo'lsa yozib ber. Olib kelib qo'yaman. Xo'p. Dilnoz, o'ylab ko'r. Bu bola hozir bizga kerak emas. Bizga emas. Menga kerak emas desangiz, to'g'riroq bo'lardi. Nima bo'lsa ham to'g'ri tushun. Biz hozir ota-ona bo'la olmaymiz. Nimaga? Biz shunchaki bir-birimizni yoqtirganimiz uchun uchrashib yurdik. Farzand haqida o'ylashga hali erta. Men boladan voz kechmayman. Axir tushunsang-chi, men bu narsani uyimdagilarga qanaqa qilib aytaman? Nimaga? Qo'rqasizmi? Gap qo'rqishda emas. Shunchaki onam ko'tara olmaydi buni. Dadam o'tganlardan keyin juda ham ta'sirchan bo'lib qolganlar. Men ularni xafa qilishni xohlamayman.
oyingizni ko'ngli uchun nima, bitta tirik jonni qurbon qilasizmi? U sizga ham farzandingiz-ku. Kechir. Men hozir bolani qabul qila olmayman. Ota-onam butun umr meni tashlab chet elda o'z ishlari bilan yurishdi. Ularni juda sog'inardim. O'shanda men o'zimga hech qachon ulardek ota-ona bo'lmayman deb va'da berganman. Dilnoz, tushun, hali yoshsan, ona bo'lishga ulgurasan. Menga baribir, men bolani dunyoga keltiraman. Dilnoz. Jinnimi bu? Dadajon. Oyijon. Dadajon. Oyi. Iye, ona qizim kelibdi-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz dadajon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz mehmon. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Qani mehmon, uyga kiramiz. Haligi dada, bular mehmon emas. Bular kuyovingiz bo'ladilar. Tushunmadim. Nima deding? Qanaqasiga kuyov? Dadajon, keyin hammasini tushuntirib beraman. Oyim uydamilar? Sen savolimga javob ber. Bu yigit qanday qilib meni kuyovim bo'lishi mumkin? Axir kuyov to'yda o'z oyoqlari bilan yurgandi-ku. Dadajon, to'ydagi kuyov ukalari ekan. Aslida meni bilagi kelin qilishgan ekan. Keyin shoshilinchda to'y boshlaganimizga tushuntirishga vaqtlari bo'lmabdi. Onasi, qizing keldi. Hozir. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling qizim. Gulnora opa, siz bo'lasiz, a? Ha, menman. Siz bilan gaplashib olsak bo'ladimi? Mayli. Qani kiring. Xo'sh, xizmat. Haligi nima desam ekan? Men homiladorman. Ha. Ha, yaxshi. Eson-omon bag'ringizga bosib oling. Mendan nima yordam kerak? Qornimdagi bolani otasi bilan bir o'qishda o'qiganmiz. Ha. Bir-birimizni yoqtirib yaxshi ko'rib qoldik. Ha. Keyin nikoh o'qitib birga yashadik. Homiladorligimni bilgach, u bolani oldirishni talab qilyapti. Men bunday qila olmayman. Farzandimni o'z qo'lim bilan o'ldirishga vijdonim yo'l qo'ymayapti. Bolani otasi kim? Ish qilib. Bolani otasi sizni o'g'lingiz. Ha? Akobir aka. Menda sizni yoningizga kelishdan boshqa chora qolmadi. Yo'q. Akobir bunaqa qilishi mumkin emas. Xohlasangiz, o'zlaridan so'rab ko'ring. Bola rostdan ham Akobirnikimi?
qasam ichib aytaman. Hayotimda o'g'lingizdan boshqa inson bo'lmagan. Oilangiz, ota-onangiz, yaqinlaringiz bormi? Oyim bilan dadam chet elda yashashadi. Men buvimni qo'lida katta bo'lganman. Buvimni vafotidan so'ng o'qish uchun shaharga ko'chib keldim. Tushunarli. Mayli. Hali akobir kelsin. Gaplashib olamiz. Bu qanaqasi bo'ldi? Nima haqqi bor ularni meni qizimni hayoti bilan o'ynashishga? Men notavon otangni kechir qizim. O'z qo'llari bilan baxtsiz qilib qo'ygan otangni kechir qizim. Nimalar qilib qo'ydima? Bu xatoyimni to'g'rilashni imkoni bormi endi? Mayli bolam, yaxshi bor. Mayli oyijon, biz ketishimiz kerak. Qaynonangga salom ayt. Xo'p oyijon, siz ham o'zingiz ehtiyot qiling, xo'p? Xo'p bolam. Qizim, Labbi dadajon. sen ketmaysan. Shu yerda qolasan. Bular bilan o'zim yaxshilab gaplashib qo'yaman. Nima? Seni hech kiming yo'q deb o'ylashdimi? Shu yerda qolishni xohlasang, seni majburlab bu yerdan olib keta olmayman. Lekin men bilan ketsang, va'da berganimdek, butun umr seni qo'llarimda ko'tarib yuraman. Dadajon, men ketaman. Bu uydan sizlarning roziliginglarni, duoinglarni olib chiqib ketganman. Endi meni o'zimni oilam, hayotim bor. Oyijon, peshonamga yozilgan taqdirga isyon qilib, uni buzolmayman. Dadajon, kuyovingizlar ham tez orada oyoqqa turib ketadilar. Mayli, xohishing bola. Shu paytgacha biz nima desak shuni qildik. Bu safar tanlov o'z qo'lingda. Ko'ngling nimani buyursa, shuni qil. Xo'p oyijon. Mayli, yaxshi qolinglar. Sizlardan uzr so'rayman. Lekin o'sha vaziyatda yolg'on gapirishdan boshqa chora topa olmadim. Bizni turmushimizdan xavotir olmanglar. Qizingizni baxtli qilish uchun qo'limdan kelgancha hamma narsani qilishga harakat qilaman. Zarinani qanday qilib ko'ndirib uyingda olib qolding bilmayman. Lekin bilib qo'yinglar. Yolg'on gapirganing uchun seni hech qachon kechirmayman. Dadajon, hammasi yaxshi bo'ladi, xavotir olmang. Mayli, biz yana kelamiz. Yaxshi bor qizim. Qizingiz unga ishonmaganingiz, xohishiga qarshi borib uzatib yuborganingiz uchun hammasiga ko'nib sizdan shu yo'l bilan qasos oldi. To'g'ri, u hech narsa demadi. Isyon ham qilmadi. Lekin mana shu holatida bizni bir umrlik vijdon azobiga solib ketdi.
Har bir inson qilgan qilmishi uchun o'zi javob berish kerak. Tug'ilajak bolada hech qanaqa gunoh yo'q. Oyi. Biz hali tayyor emasmiz bunga. Tayyor bo'lmasang, nima bor edi bu turmushni boshlashga? Boshidan boshlash kerak emas edi. Aldash kerak emas edi. Bo'ldi. Yo'lga chiqdingmi? Endi orqaga qaytish yo'q. Dilnoza biz bilan yashaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Olam, o'zinglar yaxshi borib keldinglarmi? Uydagilar yaxshi ekanmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyim salom aytvordilar. Salomat bo'lishsin. Mehmon bormidi, ona? Ha, mehmon. Bu qiz kelinim Dilnozaxon. Ukeyni turmush o'rtog'i. Xudo xohlasa yana to'y boshlaymiz. Uka? Nima deysiz? Uydagilaringga surpriz qilamiz deb o'zimiz uyda surpriz bo'lib turgan ekan u. Sekinroq gapiring, eshitib qolishadi. Sekinroq dedim-ku sizga. Ha, hayron bo'lyapsizlarmi? To'y bo'lsa biz ham xursand bo'lamiz-da, oyi. Ha, Yoshlar baxtli bo'lishsin. ha. Baxtli bo'linglar. Mayli, biz ichkarida bo'lamiz. Bu yerga kelmasliging kerak edi. O'zingiz menga boshqa chora qoldirmadingiz. Nima bo'lganda ham meni xohishimga qarshi chiqding. Buni o'zim uchun emas, bolam uchun qildim. U ham menga o'xshab ota-onasi tirik bo'la turib, yetim bo'lishini xohlamadim. Unda meni bezovta qilmasdan o'zing xohlagancha yashashing mumkin. Kenaga, menga ham sharbat quyib bering. Mendan nima, xafamisiz? Yo'q. Nimagadir siz yoningizda o'zimni aybdordek his qilyapman. Vijdonim qiynalyapti. Chunki to'y oldidan uchrashuvga men bilan chiqqansiz. Turmush o'rtog'i sifatida esa meni tasavvur qilgansiz. Bu tasavvurlarim xayolimdan allaqachon o'chib ketgan. Bundan sira ham xavotir olmang. Zarina.
Mana bu senga. Voy, chiroyli ekan. Rahmat. Hali gul do'konga chiqib kelsam, bundan kattaroqni olib kelaman, xo'p? Yo'q, shunisiga ham rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. O, to'xta. Nima, xursandligingni quruq rahmat bilan izhor qilmoqchimisan? Yana nima qilay? Boring, yuzingizni yuvib keling. Voy, voy. Voy. Agar yoningga bora olganimda, ana o chelakdagi suvni boshingga quyib yuborardim. Tushundingmi? Qani bir kelib ko'ring-chi, keyin katta gapirasiz. Qoch. Yordam beraymi? Yo'q, shart emas. Yaxshiroq bermasangiz bo'ldi. Mabiyolani yaxshiroq supurib yubor, xo'p? Xo'p. Supuryapman-ku. Uyda o'rgatishganmi o'zi supurishni? O'rgatishmagan. Yaxshi ham qishloqda katta bo'lgan ekansan. Baxtli bo'lish uchun ko'p narsa kerak emas. Nima dedingiz? Dilnoza, hali ham kech emas. Keyin munosabatlarimizni shu yerda to'xtataylik. Nima uchun? Sababini tushuntirib bering. Menga juda ko'p va'dalar berdingiz. Sevgi izhorlar qildingiz. Nigohingizga olib, bir umr yoningda bo'laman degandingiz. Biz yoshlik qildik. Mas'uliyatdan qochyapsizmi? Nima deb tushunsang, tushun, o'zing bilasan. O'g'lim, shifokor bilan gaplashgandim. Keyingi haftadan yangi muolajalarni boshlashing kerak ekan. Shaharga qaytamizmi? Endi sizlar kelin bilan borib muolajani boshlayveringlar. Ukang bu yerdagi ishlarni tashlab shaharga keta olmaydi. To'y masalasini nima qilamiz, oyi? Ha. Elga ma'lum qilib, kichkinagina bir tadbir o'tkazamiz-da. Katta to'y qilishni ukang xohlamayapti. Mayli, o'zini xohishi. Siz ham biz bilan ketasizmi? Shu kelin bilan ukangni munosabatlari yaxshiga o'xshamayapti. Ukangni qishloqdagi ishlari tugaguncha men shu yerda ular bilan bo'laman, bolam. Sen ketvur, yordam kerak bo'lsa, qo'ng'iroq qilsang darrov shaharga yetib boraman. Bir qadam yo'l-ku, uzoq emas-ku. Xo'p, oyi, xo'p. Soatingiz. Men bu munosabatga loyiq emasman. Shu yergacha kelish men uchun oson bo'lgani yo'q. Oilangiz qarshisida uyatdan yerga kirgudek bo'lib yurish menga ham havas emas. Unda ket. Yana qayta aytaman. Men bu uyga siz uchun emas, bolam uchun keldim. Menga qara. Sen sabab o'zi oyimni hafsalasi mendan pir bo'ldi. Hammasi o'zi boshqacha bo'lishi kerak edi. Men bu uydan ketsam, oyingiz xursand bo'ladilarmi? Bilmadim. Iltimos, meni tinch qo'ygin. Hammasini o'ylab olishim kerak. Oqibatiga javob bera olmas ekansiz. Bu munosabatlarni boshlab nima qilardingiz? Menga o'zingiz
Men sizga ishonganim uchun Bas qil. Bo'ldi qil. O'zim bunaqa ming'ir-ming'irlaringga toqatim yo'q. Aka, bu yerdagi ishlarni tugatib, oyim bilan biz ham uyga qaytamiz. Ha, Yaxshi. Biror yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'ng'iroq qilgin, xo'p? Xo'p. Mayli. yaxshi Yaxshi boringlar, qolinglar. yaxshi yetib Xo'p, olinglar. mayli oyijon, O'zim o'rgilay. yaxshi qolinglar. yaxshi boring. Borib qo'ng'iroq qiling, a? Xo'p. O'g'limni ehtiyot qiling, a? Xo'p oyijon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy, assalomu alaykum, quda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dadajon. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Zarina. Rostdan ham ketasanmi, qizim? Kuyovingiz navbatdagi muolajalarni olishlari kerak ekan. Seni shoshib turmushga uzatib katta xato qilib qo'ydim, qizim. Agar xohlasang, seni uyga olib ketaman. Voy, Dadajon, siz mendan xavotir olmang. Taqdirimga shu inson yozilganidan sira ham afsuslanganim yo'q. Men baxtliman. Qizim. Kechir meni, qizim. Doim xohishlaringga qarshi ish qildim. Biror marta senga kulib qaramadim. Ko'nglingga qarab, aytganlaringni qilaversam, erkalanib taltayib ketasan deb o'ylabman. Uyimdagi omonat. Mehmon ekaningni kech tushundim, bolam. Dadajon, sizni boringizcha yaxshi ko'raman. Unaqa demang. Yo'q. Mehringga arzimayman, qizim. Asli kuyovni kimligini bilganimdan keyin ham odamlarning gap so'zidan qo'rqib jim bo'ldim. Hech narsa qila olmadim. Yoningda gunohkorman, qizim. Agar hozir uyga qaytaman desang, uyga olib ketaman, qizim. Endi men uchun seni taqdiringdan boshqa hech narsa qiziq emas. Gapirganlar gapirib qolaversin. Sen mendan rozi bo'lsang, xursand bo'lsang bo'ldi, qizim. Dadajon, mendan xavotir olmang. Men o'zim kutganimdan ko'ra baxtli hayot yashayapman. Meni joyim endi bularning yonida. Xudo xohlasa keyingi safar kelishingizda kuyovingiz o'z oyoqlari bilan yurib keladi. Mayli, qizim. Ilohi omin. Safaringiz bexatar bo'lsin. Yo'linglar oydin bo'lsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Sendek qizni menga ravo ko'rgan Allohga ming shukrlar bo'lsin. Ovqat yeb oling. Oyim qayerdalar? Ammajonni uyiga chiqqandilar. Sizlar bemalol ovqatinglarni yeyveringlar dedilar. Men ovqat yegim kelmayapti. Nimaga yegiz kelmayapti?
Ertalabdan beri hech narsa yeganingiz yo'q-ku. Menga qara, senga nima farqi bor? O'zingning ovqatingni ye, tinchgina bo'ldi. Bunaqa qo'pol muomalangizga loyiq ish qilganim yo'q hali. Bir kino ham ko'rib bo'lmaydi. Men ham odamman. Menda ham ko'ngil bor. Bunaqa oilada xo'rlanib yashagandan ko'ra bir umr yolg'iz o'tganim afzal. Sevgini ko'zlari ko'r bo'ladi deyishgani shu bo'lsa kerak. Hech narsaga qaramay yaxshi ko'rdim. Borimni berdim. Hamma shartlariga ko'ndim. Kechir bolam. Senga munosib ota tanlay olmadim. Lekin qo'rqma. Men tirik ekanman. Hech qachon yolg'izlanib qolmaysan. O'zim senga ham ona, ham ota bo'laman. Birovdan sira ham kam qilmayman. Oxiri ketibdi-da. Ketsang ketaver. Qutulganimga shukr. Alloh. Assalomu alaykum oyi. Alaykum assalom qizim. Ha, yig'layapsanmi? Yo'q, yig'laganim yo'q. Sizlarni sog'indim. Qachon kelasizlar? Biz hali beri bormaymiz qizim. Unda men yoningizga borsam maylimi? Nima gap? Tinchlikmi o'zi? Tinchlik. Borsam hammasini aytib beraman. Xo'p qizim. Hozir qayerdasan? Ko'chada edim. Keyinroq yana gaplashamiz. Mayli qizim, o'zingni ehtiyot qil. Xo'p, mayli. Xayr. Ketib qoldingmi deb qo'rqib ketdim. Qo'rqdingiz? Ketsam, xursand bo'lasiz deb o'ylagandim. Yo'qliging, borligingdan ham ko'proq azob berar ekan. Men ketaman. Bu yog'iga sizni hayotingizdan butunlay chiqib ketaman. Keyin bemalol yashayverasiz. Men aslida senga emas, o'zimga o'zim jahl qilib alam ustida yurgan ekanman. Bir lahza sensizlikni tasavvur qilib ko'rib, dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Hayotim sen bilan chiroyli ekan, Dilnoza. Iltimos, meni tashlab ketma. Aldamang. Yaxshi ko'rganingizda menga yaxshi munosabatda bo'lardingiz. Hammasi men xohlaganimdek bo'lmagani uchun biroz asabiylashdim. Ahmoqlik qilgan ekanman. Buni endi tushundim. Dilnoz, yana bitta imkon ber. Bitta imkon ber. Bolamiz uchun. Xo'p. O'zimni jinni g'oyim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qani, olib kela qoling. Menga bering. Mana. Kenayi, bolalar kelishyaptimikin? Ha, yo'lda ekan. Voy, ana kelishdi. Assalomu alaykum. Voy,
Keldinglarmi? Assalomu alaykum. Ye, Yaxshimisiz? Assalomu keldingizmi, aka? Ukam, Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? ishlaring yaxshimi? O'zingiz charchamayapsizmi? Rahmat. Voy, Onagina, yaxshi keldingmi bolam? tuzumisiz? Qani, Rahmat. ke bolam Ammajon, yaxshimisiz? yaxshi kelib Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi. Oz qoldi bizga. ancha yaxshi bo'lib qoldingmi Rahmat. yaxshi Ha, yaxshi. ko'z tegmasin voy, meni qizim, meni qizim. Oyijon Og'ir yaxshimisiz? bo'lmay yuribsizmi, qizim? Ammangiz bilan ko'rishing. yaxshimisiz kelin Yaxshimisiz amajon? ha rahmat yaxshi assalomu alaykum. Keling, Assalomu quda. alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ye. Ana Dadajon. bo'lar ekan Assalomu u. alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, Yaxshimisiz. rahmat. Xudo yaxshimisiz? Xush kelibsiz, quda. Qani chiqing. Qani chiqing, Xo'p, chiqing. xo'p. Qani, Ona, siz ham chiqing. Dadajon oyim kelmadilarmi? oying hozir sanatoriyada. Borib olib kelamiz hozir. Ha, yaxshi. yaxshimisiz quda Yaxshimisiz? Yaxshi Siz ham keldingizmi? yaxshimisiz? Qani ilohi omin. Shu uylarda ham chiroyli to'ylar bo'lsin. Allohu akbar. yaxshi keldinglarmi Ba'zan sen musibat deb qabul qilgan voqealar aslida seni hayotingga mukofot bo'lib kirib kelgan bo'ladi. Odamzodning asl fe'li shunday o'zi. U faqat hozirnigina ko'radi. Lekin Yaratganning biz uchun yozgan taqdiri biz uchun o'ylagandan ko'ra ancha go'zal va xayrliroqdir.